Rossiyaga birinchi kelganimda patent qilib, registratsiya qilib, dokument qilib yurganimda va qiynalib ishga borib 12 soatdan ishlagan vaqtlarimda men mana shunaqa bitlarni ko'rib, mana shunaqa odamlarni dam olib yurishlarini ko'rib havas qilardim. Qanday bu odamlar shunaqa darajaga yetishgan? Qanday buni qilsa bo'ladi? Nima uchun men qilib bilmayman? Nimaga menda o'xshamaydi? Nima uchun men oddiy ishda ishlashim kerak? deb o'zim o'ylanib yurardim, orzu qilib yurardim. Men ham qilmoqchiman. Va mana Xudoga shukr, hozir bir marta risk qildim, harakat qildim, xatolar qildim va hozir mana shunaqa rezultat ko'rganingizdek shu katerni 3 soatga arendaga oldim va to'liq Sankt-Peterburg ko'chalarini aylanib chiqyapmiz. Men o'ylayman, bunaqa rezultatga yetishi bitta siri bor. Bu risk qilib harakat qilish kerak. Qo'rquvni yo'qotish kerak. Risk qilib nima qilaman? Menga har oy 50 ming, 100 ming chiqyapti, yetadi. Mana shunaqa fikrlarni chiqarib tashab, ozgina risk qilib harakat qilish kerak, gazini bosish kerak. Vso, hammada rezultat bo'ladi, hammada o'xshaydi. Rossiyaga kelib, qiynalib yurgan musofir do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying va like bosing. Biznes qilinglar, biznesni bosinglar, maza qilib sizlar mana shunaqa aylanib yurib, dam olib yuringlar.